Televizorda izleme için kanalımıza mutlak abone olun. Cinemedia. Sen bu yerda nima qilyapsan? Shefni oldilardi. Yaxshimilar? Hozirgina operatsiyaga olib kirib ketishdi. Operatsiya? Kim ruxsat berdi? Nimaga o'zidan o'zi operatsiya qiladi? Ahmoqmi bular? Sayt akani o'zlari hamma hujjatlarni to'g'rilaydilar. Sizga havasim keladi. Havas qilmay qo'yavering. Meni og'riqlarim juda ham ko'p. Og'rig'ingiz dardisar erizmi? Meni o'lishimni kutganlar qancha? Unaqa demang. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Siz bilan hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Oyjon, sizga issiqqina joy damlagandim. Nimaga uylarga ketmadinglar? Bugun shu yerda qolamiz. Kimdan so'rading? Kech bo'lganda qayoqqa ketamiz, oyjon? Bahona bo'lsa bo'ldi. Kech bo'ldi, yomg'ir yog'di, tosh yog'di. Bo'pti. Bugun qo'llaring. Ertaga ketasan ertalabdan. Oyjon, choy. Qaydamaganmi bu? Nega? Qaynagan? Nimaga rangi bunaqa? Qaynagan oyjon. Nima solgansiz? Mazasi jinnicha-ya? Yo'q, hech narsa. O'zingiz ichadigan choy? Shu o'zim ichadigan qora choymi? Ey o'lsin. Yana tirnoq yopishtirib oldingizmi? O'lsin. Bu tirnoq bilan qanaqa qilib cho'milasiz? Voy, boring tepamda o'tirmang. Boring, eringizga qarang, boring. Xo'p, Voy xudoyim, bu kelindan Xudo asrasin. Bitta choy damlashni ham eplolmaydi. Chiroyli joylari avval ham kelganmisan? Yo'q, kelmagan ekanman. Men ko'p kelib turaman. Juda ham chiroyli. Ha, lekin juda ham chiroyli joy ekan. Voy. Sayt aka, tinchlikmi? Tinchlik. Sen uchun harakat qildim. Nimaga? Xuddi mana shu kayfiyatingni ko'rish uchun. Menga turmushga chiqasanmi? Gavhar. He? Yaxki, Nima deysiz? o'ladilarmi? Ha? Yur. Nima qilamiz? Yopiq-ku. Ha? Oching.
sen shu yerda qarab turgin. Xo'pmi? Hop. Oyim uyg'onib qolsalar, aytasan. Hop. Xo'pmi? Hop. Tezlashing. Hop, bo'pti. Hop. Men qarab turaman. Arzika, Sirazimi? tinchmi? Topdingizmi? Yo'q hali. Bo'ling tezroq. Shoshiltirma. Uyg'onsalar ayt faqat. Bo'la qolsalar-chi endi. Bo'ldingizmi? Topdingizmi? Topdim. Menga ham oldingizmi? Oldim. Qani? Sen borganda kiyimlar tayyorla. Ketamiz. Hozir ketamizmi? Ha, hozir ketamiz. Yoqirmachim. Oyjon bo'lib qolsalar-chi? Oyjon bilmaydilar. Uxlayaptilarmi? Ha, uxlayaptilar. Bo'ldi unda. Uxlayotgan bo'lsalar bilmaydilar. Ketamiz-a? Qarang, menga ko'proq pul oling, shopping qilaman. Xo'p, bo'ldi. Mendan bitta ko'ring. Ey! Bor. Ketamiz-a? Ha, bor. Bu pullar baribir begonaga emas. Oyimga tegishli. Oyimni bizdan qarzi bor. Shuncha ishladim, pul bermadilar. Demay olsam bo'ladi. Xo'p. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Said aka, bu nima qilganingiz? Meni noqulay vaziyatda qoldirdingiz. Nimaga noqulay bo'ladi? Seni ering yo'q, meni ayolim. Ikkalamiz ham yolg'izmiz. Nima? Turmush qurolmaymizmi? Bilmadim. Hali vaqtlimi deyman-da. Yolg'izlik meni jon-jonimdan o'tib ketdi. Na ishimda, na yurishimda halovat bor. Ayol kishi balki yolg'izlikka chidashi mumkin, ammo erkak kishi yolg'izlikka chidolmas ekan. Iltimos, qo'limni qaytarma. Bilaman, sen bundan ham yaxshisiga arziysan. Hali bundan ham yaxshilarini olib beraman. Faqat men bilan birga bo'lsang bo'ldi. Said aka, ozgina shoshyapmizmi deb o'ylayapman. Yo'q. Men kutolmayman boshqa. 10 yil kutganim yetadi. Men bilan turmush qursang, dunyodagi eng baxtli ayol bo'lasan. Va'da beraman. Ko'zingdan hech qachon yosh oqmaydi. Qani o'tiramiz endi. Yaxshi borib keldingmi? Ha, Ishxonang tinchmi? Opani qo'yib yuborishmadimi? Yo'q, hali berib qo'yib yuborishmasa kerak. Yana bilmadim.
Lekin ishga hamma qaytib kelyapti. Kimlar kelyapti? Opa bo'shatib yuborganlar. Ertalab Pari keldi. Keyin Zulfiya opa. Zolimlar davri tugadi. Endi qaysiy bo'ladi deyishdi. Rosa kulibmiz. Buni qarang. Yaxshi xabar ham, yomon xabar ham tez tarqaydi-ya. Shuning uchun odam o'zidan yaxshi nom qoldirish kerak. Yaxshi ko'rgan insoningni bir umr eslab yurasan. Mana shu baxt. Ikkalasi ham ertadan ishga chiqishadi. Yaxshi bo'ldi. Endi ishlarim ancha yengillashadi. O'z ishini biladigan mutaxassislar. Ha, yaxshi. Mana senga ham yordam berishar ekan. Ha, Endi sal xonim vahliroq kelib, bolalarga ham qararsiz. xo'p bo'ladi dadajonisi. Ovqat ham tayyor. Yur, bolalarni chaqiray. Xo'p. Bolalar! Bolalar! Ilyos, Izzat! Kela qolinglar. Xo'p, aka. Xo'sh, qo'linglarni yudinglarmi? Ha, yuvdik. Bu yaxshi. Hasan amakiylar baraka topsinlar. Kelgunimcha ovqat pishirib qo'yibdilar. Endi mazza qilib ovqatlanamiz. Biz ham qarashdik. O'zim o'rgili esladim. Yuringlar. Qani ketdik. Yuringlar, yuringlar. Yuringlar. İflas. Alo. Ular qaysi restoranda tez lokatsiya tasha menga? Obbo Zarinaxonik. Keling, keling qizim, keling. Azimjon? O Azimjon. Ho, doda. Hey, Zarinaxon keldilar. Yaxshi keldingizmi, Zarina? Ha, sochingizni oldiribsizmi? Shunaqa bo'lib qoldi. Buni men aytdim. Bir chet ellik haligi ashulachilarga o'xshab yuzlari ko'rinmay ketuvdi. Qalay, yarashibdimi? Yarashibdi. Oydakina yigit bo'ldi. Mana qarang. Kasım shimlar ham yarashyapti. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək üçün kanalımıza abone olun. Sizlar darslaringni qilib turinglar. Men qushlarimga bir qaray. Xo'pmi? Xo'p, doda. Bo'p. Ha. Keling. Rahmat. Keling. Tayyorlab qo'ydim hamma narsani. Hozir ko'ramiz. Hali ajrim olmagan ayolga begona erkak bilan ko'rishib yurish g'alati emasmi? Uyalmaysanmi? Ajrashmagan bo'lsa, ertaga ajrashadi. Xavotir olma bundan. Sendan hech kim so'rayotgani yo'q. Meni erim javobimni berib bo'lgan. Bizga xalaqit berma. Nima bo'ladi xalaqit bersam? Menga Bo'ldi, qilinglar. Men boshi ochiq ayolman. Xohlagan vaqtim, xohlagan kishim bilan ko'rishaman. Tushundingizmi? Said aka, ketdik.
iflos. Uni yonini olyaptimi? Qorong'i ham tushib qopti. Vaqt o'tganini ham bilmay qolibmiz. Qarang, keyingi darsga shularni qaytarib vazifalarni bajarib qo'yasiz, xo'p? Men uyga ketaman. Hali vaqtli-ku, yana ozgina shug'ullanaylik. Yo, oyim xavotir oladilar. Telefonim ham o'chib qolgan. Mayli, men o'zim tez yetib olaman, xo'p? Shoshmang, sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Yo, metroda yetib olaman, shart emas. Mayli, metrogacha kuzatib qo'ying. Xo'p, bo'lmasa ovqatlanib keting. Dodam ovqatini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Rosa shirin qiladi. Ozgina yeb keting. Hozir men chaqiraman. Hozir siz mashinada o'tirib turing. Yo'q, shart emas. Yo'q, hozir. Ertaga birinchi ish kunim edi. Yangi ko'ylak olib berasizmi? Ishga yasanib borish shartmi? Do'stu dushmanlar oldida go'zal bo'lib borishim kerak. Hammasi dugonam deyotganding-ku. Ha, dugonalarim. Lekin mana shu kasalligim yuqtirib olganimdan keyin ayrimlar hatto men bilan qo'lam berib ko'rishmagan. O'shalar oldida chiroyli, baxtli bo'lib o'zimni ko'rsatmoqchiman. Shu xotinlarga tushunmayman-da. Doim nimandir maqtanishlar kerak-a? Ha, shunaqa. Maqtanib, odam mazza qiladi, alamidan chiqadi. Mayli, hozir yo'lda birorta do'konga kirarmiz. Va rostdanmi? Muammo yo'q. Rahmat. G'aybulla aka. Tinchlikmi Afzalbek? Nima bo'ldi yana? Yaxshimisiz G'aybulla aka? Rahmat. Men-ku yaxshiman. O'ziz yaxshimisiz? Yomonman G'aybulla aka. Adoy tamom bo'ldim. Men sizni boshqa ichmaysiz deb o'ylagandim. Bugun ichamiz. Bu kunimizcha ichamiz. Xo'p. Nimani sharofatiga ichamiz? Muhabbatni o'lgani uchun ichamiz. Men ichmayman. Men tashlaganman. Sizga ham tavsiya qilmayman. Afzalbek, bu chiqish yo'li emas.
Meni hech kim kelyapti. Bugun indamang, qo'ying. Kuchsizlar, irodasizlar ichadi. Aroq bir fursat miyani o'chiradi. G'amni unutganday bo'lasiz. Ertalab tongda esa baribir o'sha tashvish bilan uyg'onasiz. Afzalbek bu chora emas. Mayli. Hech bo'lmasa uni bir muddat unutay. Bir necha soat eslamay har on ko'zimga ko'rinaveradi G'aybulla aka. Qiynalib ketdim. Mayli. Qani, yuring, ichkariga kiramiz. G'aybulla aka, u mendan umuman uzoqlashib ketyapti. Men uni yo'qotyapman. Osingizchi? Uyalmang. Dodam oshpaz bo'lganlar. Qo'llar juda shirin. Mayli, yo'q, lekin rosa shoshyapman-da. Ey qizim, seni o'zim mashinada uyingga olib borib qo'yaman. Xavotir olma. Ol, ovqatdan ye. Qizim, ilmga berilgan odam yaxshi ovqatlanish kerak. O'shanda miya yaxshi ishlaydi. Qizim, ol qizim. Ha, aytgancha. Mana buni dadangga berib qo'yasan, xo'pmi? Nima bu, dodajon? Bu Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. bu seni oyliging. Bir oydan beri şu uyga qatnaysan. Bu navoramga dars beryapsan. Bu seni mehnating, peshona tering. Kerak emas, men savob uchun yordam berdim. Bu dadang senga o'zing yaxshi ko'rgan narsani olib beradi. Xo'p, Olinglar qani? Olinglar. Olinglar. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatish Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Qayerda yuribdi ekan? Ha, tinchlikmi? Qizingiz yo'q. Hali ham kelmadi. Ha, kelib qolar. Telefon qildingmi? Telefoni o'chiq. Ha, metrodadir. Bir og'iz qo'ng'iroq qilib, "Oyi, xavotir olmang, kelyapman" deb qo'ysa bo'ladi-ku. Ertalab chiqib ketgancha hali ham qo'ng'iroq qilmadi. Biladi-yu xavotir olishimni. Kelib qoladi, xavotir olma. Dadasi, agar ruxsat bersangiz, ko'chani boshiga shundoq chiqib keling. Uyda o'tira olmayapman. Xavotir olyapman. Ana internetda yozishyapti-ku, qancha qizlarni yo'qolganini. Birontasi o'g'irlab ketsa-chi? Qo'ysang-chi, nimalarni o'ylaysan, ey? Hozir zamon alov-dalov bo'lsa, Doim shunaqasan, qayoqdagi bo'lmagan narsalarni o'ylaysan. Undan ko'ra bor ovqating tayyorgarligini ko'r. Hozir kelib qoladi. Qorong'ushib ketdi-ku. xo'p, Ha? hozir. Voy, tavba, ey. Gazzaydan uring. Sizni bunaqa ahvolda hech ham ko'rmagan ekanman.
G'aybulla aka. Men Cholga 10 yil xizmat qildim. Oxirgi paytlarda u yolg'izlanib qoldi. Shunga qariyalar uydan bolalar tashlab ketgan. O'zi tengi odamni olib keldim. Men boshida hayron qoldim. Bu odam nima qilarkin deb. Mayli foydasi bo'lar dedim. Nosir aka juda aqlli, ko'ngilchan, o'qimishli inson. Boyni yonida ancha yurdi. Ko'p narsa o'rgatdi. Endi o'ylab qarasam, Chol yolg'iz qolgani uchun Nosir akani olib kelgan ekan. Odamga oila kerak ekan. Yolg'iz qolmasligi uchun. Nima, siz aka-ukalaringiz yo'qmi? Bor. Hammasini o'zini hayoti bor. Qaysi birini uyiga boraman. Hech qaysini uyiga sig'mayman. Yo bo'lmasam, qay biri oilasini tashlab meni uyimga ko'chib keladi. Bir yilda bir xabar olishga arzimaydigan jigarlar meni mushkulimni oson qilarmidi? Bu gapingiz ham to'g'ri. Ularga meni dardimni qizig'i bormi? Faqat pul kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilishadi. Boshqa payt afzalni yuragi qonmi, kasalmi, o'likmi, tirikmi qizig'i yo'q. Ha. Bu savdo meni ham boshimga tushgan. Hatto bolalarim ham o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib ketishgan. Mana hozirgi kungacha biror marta yo'qlashmaydi. Ba'zan o'ylab qolaman-da aka. Dunyo juda ham nohaq. Yo Afzalbek. Dunyo o'sha. Biz oqibatsizmiz. Kimdandir foyda kelmasa, uni yo'qlamaymiz. Faqat ishimiz tushgandagina tanishimiz esimizga tushadi. Aka. To'g'ri aytasiz. Mana shu oqibatsizlar uchun ichamiz. Afzalbek. Bo'ldi, boshqa ichmang. Xo'p. Ana va nihoyat keldilar Malika-i Turandot. Assalomu alaykum Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum dadajon. Ke, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? keldingmi? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Oyijon, men nima qildim? Nega unaqa deysiz? Soat nechi bo'ldi? Ha, Dilavoy xonim? 9 bo'layotgandir. Ertalab soat nechida chiqib ketding? 8 da. Qayerda yuribsan? Bilsak bo'ladimi? Oyi, maktabga bordim, imtihonimni topshirdim. Keyin o'quv markaziga o'tdim. Darsimni tugatib, keyin Azizga uyiga bordim. Men ham u yoqdan bu yoqqa yurib charchadim. Oyi, o'ynab kelmayapman-ku. Voy. Dunyoning tashvishlari nozi yelkalaringizga tushibdi-da, ha? Oyi, men o'zim uchun harakat qilyapman. Bir og'iz. Oyi, men ishdan qaytyapman. Xavotir olmang deb qo'ysang bo'lmaydimi? Telefonim o'chib qoldi. Nimagadir zaryadkasi tez tugayapti. Bahona. Men xavotirdan adoyi tamom bo'ldim. Bo'ldi endi Zulfiya. Qizing charchab keldi. Bo'ldi, urishaverma endi. Voy, bo'ldi endi, bo'ldi. Oyingni xafa bo'lmagin. Onalar o'z shunaqa bo'lishadi. Bolasidan xavotir oladi. Bu mehribonchilik.
Ha, ona qizim meni. Qaniydi, meni ham onam bo'lganlarida. Afsuski yo'qlar. Ojon, bu sizga. Nima bu? Yo? Hozir. Keling. Dildor. Mana buni senga olgandim. Bolalar bilan choy icharsan, mashinada qolibdi, esimdan chiqib ketibdi. Rahmat. Rosa ovora bo'psiz-da. Ovorasi yo'q. Said aka. Bugun bo'lgan ko'ngil xiralik uchun uzr so'rayman. Qanaqa ko'ngil xiralik? Bugun meni hayotimdagi eng baxtli kunim. Lekin men hali rozilik bermadim. Nimaga xursand bo'lyapsiz? Bugun bo'lmasa ertaga rozi bo'lasan. Buni hali o'ylab ko'rmoqchiman. Ertaga ajrim qog'ozi qo'lingda bo'ladi. Keyin fikring boshqacha bo'lib qoladi. Bo'lishi mumkin. Ertaga bo'lsin, ko'ramiz. Mayli, otaxonga salom et. Kiring, to'rt yeymiz. Yo, rahmat, men shirinlik bilan chiqishmayman-ku. Bolalarni o'pib qo'y. Mayli, yaxshi boring. Ko'rishamiz. Yaxshi yetib oling. Bu nima? Birinchi maoshim oyi. O'quv markazidan berishdi. Miss Zarina, bu sizga deb berishganda shunaqa xursand bo'lib ketdim. Maosh oldingmi? Shaxsan direktor o'zlari berdilar. Ana. Shuncha puli? Ha, bu sizlarning mehnatingiz evaziga kelgan. Sizlar meni yillab qiynalib o'qitdinglar. Ana endi mevasini yeyish payti keldi. Mushti qiz. Mendan ham ko'p maosh olsa-ya. Men oylab, yillab kasalxonada ishlab shuncha pul topmaganman. Mana bu ilmni qadri bo'ladi. Ilmli odamlar doim qadrlangan va yaxshi maosh olishgan. Ana. Bu hali hammasi emas, dadajon. Bu bo'lsa sizga. Iye. Menga ham bormi? Qani, qani. O, menga nima uchun? Ha, men hech narsa qilganim yo'q-ku. Dadajon, siz meni qancha o'qitdingiz? Menga qara, buni kim berdi? Azika dodasi. Repetitorligim uchun berdi. Yana bir qancha shirinlik berdi, muzlatgichga qo'yib qo'ydim. O. Boyib ketdimmiz-ku mana. Ichida mana xati ham bor ekan. Xo'p, nima deb yozishibdi, o'qingchi? Xo'sh, tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Ana qizim. Ana. Ko'rdingmi? Rahmat senga qizim. Yuzimizni yerga qaratmagan, xo'pmi? Xo'p, dadajon. Seni yaxshi ko'ramiz. Личных символов деморализует врага не слабее утраты боевого знамени. Конец цитаты. Президент Владимир Зеленский, комментируя сегодняшнюю атаку на Украину, заявил, что в Москве ведут себя неадекватно.
Даже четко произнести слово «Ура», говорит невнятно и бормочет, но при этом продолжает разрушать Dada, дома своими ракетами. qachon uyga ketamiz? Российские ракеты по объекту Endi uylarga qaytmasanglar kerak bolam. повреждены десятки. Nimaga bormaymiz? Пострадали несколько обычных школ. По Белой церкви был Chunki endi Said amakini uyida birga yashaysizlar. чтобы это не осталось. O'zimiz uyimiz bor-u. Сегодня каждый человек в мире, Endi Said amakini dada deysizlar. помогать Украине, является Yo'q, meni dadam bor. глава европейской дипломатии, Menga boshqa dada kerak emas. стран Евросоюза на следующий Menga ham kerak emas. Men dadamni yaxshi ko'raman. удара орешником по Dadang oyini yig'latyapti. Nima qilish kerak? политической тактикой. Shuning uchun bolam, kattalar nima desa, bolalar hop deyish kerak. Xohlasanglar mana, men bilan yashayverasizlar. O'zimizni uyimiz yaxshi edi. Dadam bizni yaxshi ko'radi. Baribir olib ketadilar. Но правильно я понимаю, что Москва, как правило, накапливает ракеты и потом в один момент так применяет активно в какую-то ночь, как правило. С одной стороны, да, действительно, такие наши... Kelin. Ay xudoyim. Kelin. Ay. Kelin. Voy. Kofe bering. Voy boshim. Voy. Voy boshim. Voy. Oy. Xudoyim. Voy. Qayerdasizlar? Kelin. Kelin. Kelin.
eshikni qulflagandimi? Palakat. Kelin. Voy. Kelin! Parazit. Hali qaytib kelsin. Mendan ko'radiganini ko'radi. Latofat, Labi. qarab oling. Hozir. Chaqirtirdingizmi? Jahongir kompaniyada qachondan beri ishlaydi? 3 yildan beri. Faqat boshqa bo'limda ishlardilar. Afzal aka ketgandan keyin Sodiq Turg'unovich chaqirib oldilar. Menga Jahongir haqida hamma ma'lumot kerak. Qancha maosh oladi, oilasi bormi, bolalari, hammasini. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək üçün kanalımıza abone olun. Qog'ozda olib kirasiz. O'zi nima kerak? Ishingiz bo'lmasin. Topib olib kirib bering. O'zi bilmasin. Xo'p bo'ladi. Shoshmay tur. Seni bosib qo'yish qo'limdan keladi. Men bilan o'ynashish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Ha, nima bo'ldi? Opang Jahongir ketiga tushibdi. Afzallik yetkazgani yetmabdi shekilli. Endi Jahongirni ham quritmoqchi. Jahongir opaga nima qilibdi? Kim biladi deysan? Bir balosini bilib qolgandir-da. Cholli eshitdingmi? Yo'q, nima bo'pti? Operatsiya bo'lganimish. Kasalxonaga tushibdi. Bu xotin hammani birma-bir boshiga yetadi shekilli. Bo'lishi mumkin. Hali bizani ham haydab borib, o'rnimizga o'zini odamni olib keladi. Bo'pti, men ma'lumotlarni topishim kerak.
Mana so'ragan hujjatlaringiz. Nechi pul oylik olar ekan? 15 milliondan 20 milliongacha. Yugurdekka ko'plik qilmaydimi? Jahongir yugurdek emas. U bosh menejer. Kimligini yaxshi bilaman. Qimmat mashina. Ikkita uy. Hisobiga 50 million tushibdi. Nimaga? Xabarim yo'q. Mayli, boring. Xo'p. Sodiq Turg'unovich. Qo'lga tushdi kalamush. Ana endi seni og'zingni yopib qo'yaman. Jirtillaganmiding? Ana. Sud kuni belgilandimi? Ha, belgilandi. Pora olgani haqida dalillar anchagina. Dadamni uylariga ketamiz. O'zimni katta bo'lam. Uy bilan uyi farqiga boradigan bo'lib qolsana. Olib ketsalar jon deb ketardim. Kim sizni xafa qildi? Ana u kalamush yordamchingiz. Jahongirmi? Ha, o'sha. Bilasizmi nima qildi? Nima qildi? Kompaniyani pullarini o'zlashtirib yuribdi. Ikkita uy yopdi. Bilarmidingiz? Anu kelgan odam kim ekan? Nodirani advokati. Ahvoli qanaqa ekan? Ancha tushib qolgandir-a? Bu yerda mana degan odam ham tushib qoladi. हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं AGTA और केन सुपरवाइजर के सिलेबस के बारे में। कितने मार्क्स का कहाँ से क्या पूछेगा, तो आइए शुरू करते हैं। AGTA और केन सुपरवाइजर। AGTA और केन सुपरवाइजर के क्या क्या इसमें आएगा और उसके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। तो इसमें जो है एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर पोर्शन जो है कितने मार्क्स का आएगा? 65 मार्क्स का आएगा। फिर है हमारा कंप्यूटर, ये आएगा 15 मार्क्स का, 15 नंबर का। फिर आता है हमारा यूपी जीके।
ये है हमारा 20 मार्क्स का। टोटल हुआ 100 मार्क्स। जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा इसमें, टाइम ड्यूरेशन वो रहेगा 2 आवर्स का। 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा इसमें। अब देखते हैं ये जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, इसमें इसका वेटेज ज़्यादा है और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, तो इसमें देखते हैं। एग्रीकल्चर वाले पार्ट में इसमें हम देखेंगे तो पहला है क्रॉप साइंस। क्रॉप साइंस कितने मार्क्स की है, तो ये है 25 मार्क्स। फिर आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। ये है बायोटेक्नोलॉजी, ये है और प्लांट ब्रीडिंग। बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी ये कितने मार्क्स का है, तो ये है 10 मार्क्स का। ये 10 नंबर का हो गया। फिर है नेक्स्ट है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ये है हमारा 15 मार्क्स का। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, सॉइल साइंस के बारे में और वाटर कंजर्वेशन, पूरा पूरा सॉइल साइंस है इसमें। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये है 5 मार्क्स का। ये है 5 मार्क्स का। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स, ये भी है हमारा 5 मार्क्स का। ये भी कितना है, तो 5 नंबर का। फिर आता है हमारा डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये कितने का है, ये भी है 5 मार्क्स का। ये है 5 मार्क्स का। तो कितने सब्जेक्ट हो गए,
1 2 3 4 5 6। और ये क्रॉप साइंस में हमें क्या पढ़ना है? तो क्रॉप साइंस में हमें एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर, क्रॉप साइंस में हमें एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ना है। और इसका भी बहुत अच्छा वेटेज है, कंप्यूटर और यूपीजी के, इसको भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा और एक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और इसके प्रीवियस ईयर जहाँ भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यह था हमारा सिलेबस। और पार्ट 2 जैसे कि ये कंप्यूटर है तो इसमें है नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्पररी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड। पार्ट 3 है जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये था हमारा सिलेबस एजीटीए और केन सुपरवाइजर का। इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कौन सी क्लास कब हुआ करेगी, इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। और जैसे हम यूपीजी के और एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास एग्रीकल्चर की, ये यूपीजी के और ये नहीं करते हैं। इसमें जैसे यूपीजी के और ये यूपीजी के एंड कंप्यूटर, यूपीजी के और कंप्यूटर ये एक दिन चला करेगी, क्लास हुआ करेगी। इसकी क्लास एक दिन चलेगी। और जो एग्रीकल्चर की है दोनों अल्टरनेट डेज पे चलेगी, ये दोनों साथ चलेगी और एक एग्रीकल्चर का थ्योरी पार्ट चलेगा। तो अभी यही चलाएंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास रही है एग्रीकल्चर में वो अब तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्लास और होगी। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ओवर हो जाएगा। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यू कैन आस्क। और उसके बाद एक्सटेंशन के बाद 3 या 4 क्लास के बाद एक्सटेंशन ओवर हो जाएगी तो हम लोग सॉइल साइंस शुरू करेंगे। सॉइल साइंस में हम लोग इंट्रोडक्शन से लेके उसका पूरा एक एक कॉन्सेप्ट, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए और किस सॉइल में कौन सी, सैंडी लोम सॉइल में या क्ले लोम सॉइल में किसकी डिफिशियंसी है तो उसको सही करने के लिए कौन सा माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल है, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। फिर है वाटर कंजर्वेशन के बारे में पूरा, तो ये काफ़ी लंबा समय लेगा, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि इसको एकदम डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्रॉप साइंस में आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है। उसके बाद इसको कवर करेंगे और फिर इकोनॉमिक्स और डेयरी वाला पार्ट, ये शॉर्ट है इसका सिलेबस तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी,
ये भी ज़्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है इसका। मेन फोकस क्रॉप साइंस, सॉइल, वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर और ये पूरा पोर्शन। तो दोस्तों, और कंप्यूटर में भी हमारी 2 क्लास हो चुकी है, यूपीजी के इसकी भी 2 क्लास हो चुकी है। तो आप लोग चैनल पर विजिट करें और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें कि क्या क्या पढ़ाया गया है, कौन कौन सी क्लास हो चुकी है। और चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें दोस्तों। तो एजीटीए और केन सुपरवाइजर, ये दोनों ही बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इनकी आई हुई है। वैसे एजीटीए का तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 22 ऑफ मई, 22 मई से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और केन सुपरवाइजर का भी फॉर्म जुलाई में 7 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म आप समय से भर लें। आपकी जो भी कैटेगरी है, उसके जो भी सर्टिफिकेट हैं, कब का होना चाहिए, क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए, उसको आप अभी से देख कर रख लें और फॉर्म अभी से भर लें। तो यह था हमारा एजीटीए और केन सुपरवाइजर। और आप कोई अगर सजेशन देना चाहते हैं कि क्या हम चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताएं। तो दोस्तों, आज हमने ये सिलेबस डिस्कस किया, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। क्रॉप साइंस में क्या पढ़ेंगे हम? तो क्रॉप साइंस में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी से हो या हॉर्टिकल्चर से हो, तो सारी क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन, मेजर सीरियल्स, जो भी मेजर सीरियल्स हैं, पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स, फाइबर, कैश क्रॉप, स्पाइसेस एंड फॉडर। फिर आता है फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट एंड मेजर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड एग्रो प्रैक्टिसेस। फिर है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस, जो भी प्रोडक्शन होता है उसको फिर पोस्ट हार्वेस्ट कैसे मैनेज होगा, कैसे स्टोरेज होगा या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कैसे जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो मार्केट तक पहुंचेगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट में यही होता है। फिर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, जो भी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल, जो भी फल और सब्जी हो गए, उसको प्रिजर्व करके कैसे रखना है और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, जो भी फसल चक्र होता है उसके सिद्धांत पढ़ेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग लाइक ड्राई फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मोनोक्रॉपिंग, लाइक monocropping, multiple cropping, intercropping, and types and importance of organic farming, its socio-economic importance and use, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ सीड की इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ सीड एंड इट्स प्रोडक्शन मेथड, और उसके प्रोडक्शन मेथड के बारे में, मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंट, सीड ट्रीटमेंट के मेथड और उसकी इम्पोर्टेंस। फिर बेसिक प्रिंसिपल है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, नेम ऑफ मेजर इक्विपमेंट्स
and chemical used in pest control, integrated pest management. फिर इसी में पढ़ेंगे हम इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ मेजर क्रॉप्स, जितनी भी क्रॉप है उसमें कौन सा इंसेक्ट लग रहा है, कौन सा पेस्ट अटैक कर रहा है, या कौन सी डिजीज है, वो पढ़ेंगे और उसको कैसे मैनेज किया जाए एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. प्रिंसिपल एंड system of produce, storage and factors affecting the quality of produce and storage and its management. फिर आता है हमारा सेकंड बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी. इसमें पढ़ेंगे हम, ये ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है. इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे. फिर प्रिंसिपल, यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स एंड plant breeding, then photosynthesis, respiration, evaporation, plant anatomy और metabolism. ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी. फिर आता है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स आएगा. पिछली बार AGTI के पेपर में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, तो इसको डिटेल में पढ़ना है. इसको वन लाइनर फॉर्म जो होते हैं उसको भी तैयार करनी है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, और प्रीवियस ईयर इसका क्वेश्चन भी लगाना है. तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट ऑफ सॉइल, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन टेक्निक्स. फिर है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन सॉइल, role and associated deficiency symptoms, classification of fertilizer, its nutrient content and method of application, integrated nutrient management, types, importance and role of organic fertilizer या biofertilizer. फिर आता है soil microbiology, इसकी microbiology पढ़ेंगे, and its major role in crop production. crop production में इसका क्या important role है उसको देखेंगे. The soil survey, method of soil sampling and soil conservation techniques के बारे में. फिर है source, method and its importance of irrigation. Next, basic concept and methods of drainage. Next, watershed management, types of pollution and environmental protection. फिर आता है हमारा agriculture extension, इसमें पढ़ेंगे principle of agriculture and extension, Principle of Agriculture Extension and Rural Development, Extension Methodologies and Methodologies, Audio Visual Aids, Classification and their importance, Training, Objective, Importance, Type, Different Program and Schemes of Government of India and State Government, and for the welfare of farmer and rural development. Here है Agriculture Economics and Scheme. इसमें पढ़ेंगे हम लोग रूरल रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी. फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लांट्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स. फिर है प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, NSP of different crops, then agricultural marketing, agriculture की marketing के बारे में. फिर आता है हमारा dairy and animal husbandry, इसमें पढ़ेंगे different rates of domestic animal and feed management, objective and methods of animal breeding, milk production के बारे में and its distribution, basic knowledge of poultry farming, fish farming, apiculture and sericulture. फिर है मेजर डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डायग्नोसिस एंड देयर ट्रीटमेंट. तो ये हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया. फिर कंप्यूटर में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में. फिर जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, input and output, internet protocols, IP address, IT gadgets and their applications, with creation of email ID and use of email, operation of printer, tablet and mobile,
फिर है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे कि एम एस वर्ड एंड एक्सेल प्रोसेसिंग, एम एस एक्सेल हो गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, digital finance tool and applications, future skill and cyber security, technological development and innovation in the field of computer and information technology यानी AI, big data processing के बारे में, deep learning, machine learning, internet of things and India's achievement in this field। ये कंप्यूटर का हो गया। फिर आता है हमारा यूपीजी के वाला पार्ट। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, हेरिटेज, सोशल कस्टम, टूरिज्म, जियोग्राफिकल लैंडस्केप एंड एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, business and employment, polity, administration of Uttar Pradesh, and current events and achievements of UP state in various fields will be asked from the candidates। तो ये हमारा ये हो गया। तो ये आज इंट्रोडक्शन क्लास था दोस्तों। इस टॉपिक से क्या पूछा जाएगा और कितना पूछा जाएगा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।